Bolingni olganda chiqib ketasan. Xohlasang boshqa joyga bor, xohlasang katta xolangnikiga borasan. Lekin bu uyda turmaysan. Chiqasan, bolingni ol, chiq. Chiqmayman hech qayoqqa. Nimaga chiqmaysan? Mana ko'rasan chiqmayman, meni bolamni ham haqqi bor bu yerda. Hech qanaqa haqqi yo'q. Shu jillarga sabr qildim bu yerda. Bolingni ham, seni ham haqqing Seni yo'q. ham meni ust boshingmi, kiyim boshingmi, hammasini yuvib chiqdim. Olgansan oyligingni. Ishlagan bo'lsang, ish haqingni olgansan. Sabr qilganman, shu o'g'lim uchun sabr qildim. Nima qilishimiz kerak biz hozir bu yerda? Bor otamdan so'rab ol, go'riga borganda so'rab ol. Nimaga otam uchun biz badal to'lashimiz kerak? Bo'ldi, Lazon. Laziza, sen Oysha opa, menga qarang. Uy kerak bo'lsa, shu bolangizga uy olib beraman. Hozir iltimos chiqib ketinglar. bitta uy bilan chakagimizni o'chirmoqchimisiz? Qancha pullaring bor? Meni o'g'limni ham haqqi bor bu yerda. Oysha opa, endi o'zingizdan ketyapsiz. O'zimdan ketayotganim yo'q, shuncha yil sabr qilib yurdim. Shu o'g'limni deb otanglar meni nomusimga tekkan. Men otamga til tekkizma, xo'pmi, iflos? Oilasi, bola chaqasi borligini bilarding-ku.